Muso Toshmuhammad o'g'li Oybek 1905-yil 10-yanvarda Toshkentning Gavkush mahallasida to'quvchi oilasida tug'ilgan. U dastlab eski maktabda ta'lim olgan. Oktyabr to'ntarishidan keyin 1919-yili Oybek Namuna boshlang'ich sho'ro maktabida o'qishni davom ettirdi. 1921-yil u maktabni tugatib, Navoiy nomidagi ta'lim va tarbiya texnikumiga o'qishga kiradi. U oliy tahsilni dastlab 1925-yili O'rta Osiyo davlat universitetida boshlab, so'ng 1927-yil 1929-yillari Leningraddagi Plexanov nomidagi xalq xo'jaligi institutida davom ettirgan. Oybek 1929-yil Toshkentga qaytadi va universitetni bitirib, o'sha yerda iqtisod fanlaridan dars bera boshlaydi. Oybek bu vaqtda Tuyg'ular 1926, Ko'ngil naylari 1929, Mash'ala 1932, Baxtigul va Sog'indiq 1933 she'rlari to'plamlarining muallifi edi. Oybek 1951-yil og'ir xastalikka chalinguniga qadar yirik jamoa arbobi sifatida qizg'in faoliyat olib bordi. Yozuvchi 1968-yil 1-iyulda 63 yoshida hayotdan ko'z yumdi.